shahar sepilini Samarqand shahrining sepiliga o'xshash qilib, qayta bir qatam qiynab qo'ygan. Handaklarni choptirib, qo'qta, burch, munolarni ko'paytib mustahkamlagan edi. Sayyid Ali olib bir oy qo'rshobmi Qashqar shahrini ololmadi. Pirhoji Muhammad Shoyesta sepilni qattiq mudofaa qilib, jangga chiqmay yetib oldi. Sayyid Ali olibning masxir qilib avatgan ayol kishining qizil tovar ishtini bilan atlas ko'ngligimi jangga undab, g'ururiga tegib yozgan turkiy tilda ifodalashga bo'ladigan eng haqoratlik, eng sisiq so'zlardan tutilgan xitimi kor qilmadi. Pirhoji Muhammad Shoyesta shaharga hisobsiz ochliq cho'g'lab olgan bo'lib, lashkarlarning bir yil bemalol yeyishiga yetadi. Shunga uning shahar sepilini mahkam saqlashdan boshqa g'imi yo'q edi. Sayyid Ali olib shaharni qo'rshigan bir oy ichida har xil tadbirlar bilan hujum qilib boqqan bo'lsa-mu, unumi bo'lmadi. Shu kunlarda to'xtam suvlarda qog'ozdek nefis muz to'nglab, qishning sharpisi kelishga boshlagan. Mo'g'uliston lashkarlarining ozuq tuliki tugab qolay degan edi. Chunki Salay begim jengidan bir hafta keyin Po'lat Bahodir issiq ko'ldagi chegirni saqlayotgan lashkarlardan 5000 ni elib yetib kelgan edi. Gerçi Yarkent, Oqsuv viloyatlaridan ozuq tulik yetkash imkoniyati bo'lsa-mu, Sayyid Ali olibning shuncha ola nurg'un lashkarni qora qishda chedir tikib yotqizib qiynog'isi kelmadi. Oxiri muhosirni bekor qilib, Po'lat Bahodirni o'z lashkarlari bilan issiq ko'lga qaytirib etdi. O'zi qolgan sarkarda lashkarlarni elib Oqsuvga qaytdi. Gerçi jangda g'alaba qilgan bo'lsa-mu, Qashqar shahrini ololmay qattiq mayuslangan Sayyid Ali olib Oqsuvda o'zini ajoyib katta bir xushallikning kutayotganligini faqatla xiyoliga keltirmagan edi. Sayyid Ali olibning uzun yillik armini amalga eshib, kichik og'disi Bibi Oyat xonim qo'rsoq ko'tirgan. Homila 3 oylik bo'lgan edi. Sayyid Ali olib tunji ayoli Sultan Malika bilan to'yi bo'lgan kunni hisobga olmaganda, hayotida bunchalik xushal bo'lib boqqanini eslay hayajonlangan Sayyid Ali olibning ko'ziga g'illadi yosh keldi. Butkul jahonga o'zining oti bo'lganligini jakarlashdan o'zini orolli tutib oldi. Ham tortinish, ham xushallik ilkida turgan Bibi Oyat xonimni dast ko'tirganicha bag'riga bosdi. Sagi terakdek baslik Sayyid Ali olibning quchqida xuddi kichik bolada ko'rinadigan Bibi Oyat xonimning putlari tiltinglaydi. Undaq ko'tirib olmasala hazratim xijil bo'ladi ekanman. Bibi Oyat xonimning nozliq pichirlashlari Sayyid Ali olibning quliqiga kirmaydi. O'zladim faxrlanaman. Bir umr mushundoq ko'tirib turishga roziman. Hayotini texichi besilmagan Sayyid Ali olib ana oshundoq pichirlag'ach Bibi Oyat xonimning bo'yniga, mangziga, lavlariga suyatdi. Texichilar Sayyid Ali olibning oldida o'zini ozoda tutishga odatlanmagan Bibi Oyat xonim xijillik ilkida yerga tushish uchun tipirlaydi. Ammo xushalliqdan chiroyli qo'y ko'zlari xumarlashib ketgan edi. Sayyid Ali olib uningga cho'ng og'itsi Sultan Malika bilan o'xshash qilib xizmatkor kenizak belgilab berdi. Amaliyotda bu kichik og'chining martabasini ko'targanligi edi.
cho'ng og'ichi u sulton malikining ko'nglini yerim bo'lib qolmasin dedimu, aytavur bu xush xabarni turponga yetkazishga oldirmadi. Shu kunlarda bibi Oyat xonimning hujrasidan chiqolmaydigan bo'lib qolgan Sayyid Ali Olibning boshqa har qanday ishga meyli tortmaydi. Asyodi kichik og'ichining qo'rsiqidagi bolada qolgan edi. Har vaqtlik namozida balasining omon eson tug'ilib, bu dunyoga saq salomat ko'z ochishini tilaydi. Farzand jamolini ko'rish taqazzoligi vujudini chirmib olgan edi. Mayli Oqsu amiri Sayyid Mahmud Mirza bo'lsin, mayli Oqsudagi boshqa amir sarkarda boy sardorlar bo'lsin, qishning uzun tunini o'tkazish uchun uyushtirgan bazmi mashrablarga imkon bor qatnashmaydi. Qatnashsimu qaytishga oldiraydi. Uning kichik og'ichidan, qo'rsoqdagi boladan faqatla ayrilg'usi yo'q edi. Qish kunlarini shikarsiz, bazmi mashrabsiz o'tkazmaydigan Sayyid Ali Olib shu kunlarda bu ishlarni xiyolg'imi keltirib qo'ymaydi. Amir kabir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, ostonadan maktub kelibdi. Bibi Oyat xonim bilan sandalga putini tiqib o'ltirib choy ichayotgan Sayyid Ali Olib xizmatkor ayol uzatgan patnusdagi naqshli ko'n qopni elib, oldirab og'zini ochdi. Shu hamon dimiqiga kuchlik anbar purqi urildi. Cho'ng og'ichi maktub yo'llabdi-da. U sulton malika maktub avassa, ko'n qopning ichiga anbar selib qo'yishni unutmaydi. Shu daqiqada Sayyid Ali Olib xeylidan beri cho'ng og'ichisi bilan xat aloqa qilmaganini esiga elib, bir oz xijil bo'ldi. Yaqindan beri u rostilla u sulton malikini esidan chiqarib qo'ygan edi. U malikining sutranglik xotan qog'ozidagi chiroyli xatiga nazar tashladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'ngil mamlakatining yegona tajdori. Ko'z yeshim orqali sug'urib ahyo qilgan go'zallik beg'imning sarvisi. Baxt osmonimning nurliq quyoshi. Yo'langan teg'im, g'ururim ham iftixorim. Ishqi piraqi, yalqin tog' misoli otashlik janobi Bahodir Hazratimga behisob salom yo'llash bilan birla aziz tanlarga salomatlik. Hamma ishlariga nusrat tilayman. Uzun bo'ldi. Xasta dilimga aram beg'ishlug'ichi muborak xat xabarlarni ololmadim. Ahvollari yaxshidir. Ol Qashqar yurishida qalbi nusratga yuzlangan bo'lsa-mu, shahri Qashqarni elishga muvaffaq bo'lolmaganliklaridan xabar tepib, to'limi afsuslandim. Mayislamigayla. Yaratgan Alloh egam xolisa, qanotlari bo'lmish tulparlari ol azizona shaharda hamon bir kuni mag'rurlik bilan kishnigusi. Ol maqsad muddalariga yetishga Alloh egam o'zi madad qilg'ay. Asli maqsadga kelsam, ushbu kunlarda Hazratimni olamji bir xushallikdan vaqtlantirib, Janobi Allohning muqaddas himmati boisidan nisb bo'lgan behisob baxtning huzurini tang surishni niyat qilgan bo'lsam-mu, oraliq yiroq. Uning ustiga qish fasli yetib kelgachga amansizlikdan afsuslik ilgida hayajondan titrayotgan qo'llarim bilan ushbu maktubni tutib o'ltiribdiman. Muborak bo'lsin. Janobi Alloh murodimizni hosil qilib, Hazratimni ota bo'lish sharbiga oxir noil qildi. Demoqchimanki, kamini mazlumlari ichki qatman. Bu xushallikni sezganimda ko'z yoshlarim sal bo'lib oqdi.
Sayit Ali olib xatni o'qib, mushi yerga kelganda hayajondan o'ltirolmay qoldi. Bu xush xabarni u Sulton Malika qo'lqiga o'z og'zi bilan shivirlayotgandek tuyg'uga kelib, qonlari tomir-tomirlarda qiyon yasadi. Bahramon o'ltirgan kichik og'itsi Bibi Oyat xonimga lappida bir qarab olib, xatning davomiga ko'z yugurtdi. Şol tapda qanitim bo'lgan bo'lsa, qoshlarga uchib berib, bu xush xabarni o'z og'zim bilan yetkizgan bo'lsam, necha yildan beri farzand pirog'ida o'rtangan yuraklarning so'qishlariga qo'liqimni yiqib, mehrlik ko'zlariga qinib qarab olgan bo'lsam, arminim yo'q edi. Nachora. Oqsu bilan turpanning orliqini yaqin qilish, kelayotgan qish faslini bahorga almashtirish qudratli Allohning qo'lidan kelmasa, ojiz bandining qo'lidan kelmaydi ekan. Yelimo ming qatli shukrkim. Muborak vujudlardan aprida bo'lib, pushtillardan tamg'an jon farzandimiz tenimga joylashganligi uchun xuddi muborak tallarni quchoqlagandek, seg'inishlarim tasalliga erishgandek bo'lib, o'zimni baxtiyor sezmaydiman. Garchi muborak jamollarni ko'rishni to'rt ko'zim bilan kutsam-mu, seg'inish pirog'i yurak bag'rimni gulxon kabi o'rtab tursimu, xon yorlig'i bilan Qashqar yurishiga otlanganliklari uchun o'zlarini yenimga chillashga amalsizman. Mehribon, shafqatli Alloh egam omon eson didor ko'rishga nasib qilg'ay. Salomatliklarning ko'p asrsizlar. Mendan Bibi Oyat xonimga salom deysizlar. Muborak jamollarga kech-kunduz tashna bo'lib, g'albi nusratlari uchun har qachon duogo'ylik qilib turgan ojiz zaifalardan deb bilurlar. Nomi tamom vassalom. Tush ko'rgandek tuyg'uga kelib qolgan Sayit Ali olib, xatga tikilgunicha tinsiz o'ltiradi. Jismi oqsuvda o'ltirg'ini bilan o'y xiyoli allaqachon turponga, suyimlik og'itsi u Sulton Malikning qishig'i ketib bo'lgan edi. Xiyolida Malikini quchoqlaydi, suyatdi, argilatdi, rahmat tasannosini bildiradi. Yaratgan qudratli Alloh egan. Himmatingga 100 ming qatli shukr. Baxt omatimni qo'sh qilib, qo'shlab farzand ato qilganingga tashakkur. Himmat inoyatingdan har qachon umid vorman. Bir umr sana qo'lchilik qilib o'tkayman. Og'chi xonim tinchlikmikan hazratim? Bibi Oyat xonimning savoli bilan Sayit Ali olibning xiyoli bo'lindi. Ko'zlariga mehr bilan qarab javob berdi. Tinchlikkan. O'zlagi salom aytibdi. Bizga o'zining ishga qatnashganligidan xush xabar yetkazibdi. Kichik og'acha hayronlik ifodalanib turgan ko'zlarini Sayit Ali olibga tikdi. Nima? Og'chi xonim ishga qatmikan? dedi xushalliqdan texchila og'zi yumilmay qolgan Sayit Ali olib, qo'lidagi xatni tanglab turib. O'zlari o'qib chiqsizlar. Bibi Oyat xonim xatni avaylab elib o'qishga boshladi. Uning qo'shlab oltin uzuk silingan inchga nozik barmoqlari sezilarlik titraydi. O'xshab pishqan to'g'ashni eslatadigan mangzi tatirib ketgan bo'lib, chiroyli qo'y ko'zlarida hasad balqiydi.
Tehici hayacını besilmagan Seyit Ali Alipning bo'lsa, kichik og'chisining chiroyidagi bu ifodani sezib olgudek hafsilasi yo'q edi. Xon oliylariga ma'lumot yo'llab, Ostoniga qaytishga ijozat so'rasam ekan. Xon oliylariga ijozat beray. Biroq o'rdadagi amirlar nima deb qolur? Qaranglar, Amir kabir janoblari shuncha hasham tortib, Qashqarga ketib boradi. Samarqandliklarning mo'yinini tavirtalmay, lashkar chekindirib, yana qaytib ketdi deb masxir qilishmasmi? Kaynimdan kulmasmi? Nusratsiz lashkari yurishga xazinini ortiqcha chiqimdor qildi deb fitna qilishmasmi? Elimo, ular meni Go'dak xonning burnidan yetilib oldi. Xonni atoqqa ega qilib qo'yib, saltanatning tizginini o'zi tutib oldi deb g'ayvat qilishib yuradi. Mushundaq chaqda Ostoniga qaytsam, yana nima fitnalarni terishmas? Yoki cho'ng og'chini qishimga oldirib kelsam-mikin? Biroq shol kunlarda qor yig'ib, yo'llar xatarlik bo'lib qoldi. Oqsuv bilan Turponning orliqida nurg'un tog' davon, ko'l jaziralar bor. Oylab yo'l yurishga to'g'ri keladi. Malika yo'l azobi tortib qoladi. So'g'uqda qiynalib qoladi. Bu qo'rsoqdagi balaga yaxshi emas. Yanila ostonada turg'ini afzalda qiladi. Bo'pti. Bu hijron azobiga chiday. Yaratgan egamning himmatiga shukr. Yenimda kichik og'ichi bor. Umi Malikaning umidi edi u. Malikaning kang qo'rsoqligi, oq ko'ngilligi, mehribonligiga Allohning rahmi kelgan chig'i. Ishkilisi tang qo'rsoq ko'tirdi mana. Qaysi burroq qo'rsoq ko'tirgandi? Cho'qim kichik og'ichi burun qo'rsoq ko'tirdi. Qashqarga menish oldida cho'ng og'ichi bilan 2 oqshom birga bo'lgan edim. To'ydan keyingi eng lazzatli 2 kechani o'tkazgan edim. Alloh egam, o'sha 2 oqshomning birida farzand nasib qilibdi. Tangrim har 2 og'ichini omon eson yangishga nasib qilsa, 2 farzandim qo'shkezakdek tang cho'ng bo'lg'idak. Sabr qilay. Qish oxirlashib, ko'klam kelsa, Qashqarga qayta yurish qilay. Alloh egam, farzand nasib qilganiga o'xshash. Qashqar nusratini nasib qilib qolur. Mayli. Nima ish yuz berishidan qat'iy nazar, Qashqarni qo'limga olmay turib, Turponga qaytmayman. Qog'oz qalam keltiringlar, dedi Seyit Ali Alip xiyolidan bosh ko'tarib. Bayatın beri xatga qarab chunqur xiyolga patgan Bibi Oyat xonim cho'chib beshini ko'tardi. Muborak bo'lsin hazratim, dedi u Seyit Ali Alipni texchi muboraklamaganligini esiga elib, chiroyiga kulgi yugurtishga tirishib. Birga bo'lsin, dedi Seyit Ali Alip xushxo'ylik bilan. Malikaga javob xat yozib o'tayman. Shundoq qilsalar, og'chi xonimga mendan salom yo'llab qo'ysalar. Yurkini rashk azobi qiynayotgan Bibi Oyat xonim darhol boshqa tarafga qarab oldi. O'rik oli bo'lgan mazgil. Oqsuvdan 2 qitim lashkar tortib kelgan Seyit Ali Alipning Qashqar shahrini muhosirga olganiga 1 oy bo'lay deb qolgan edi. Mirzo Ulug' Beydan yordam talab qilib, Samarqandga choparman mong'uzib o'tgan Pirhoji Muhammad Shoyesda jangga chiqili unimay choshqondek inig'i kirib olgan edi. Shu kunlarda Seyit Ali Alipning savr toqati chekiga yetgan edi.
raqibining jangi chiqmay yetib olganligidan, Qashqarni teqchila ololmaganligidan jili bo'ladi. Uning yurkining bir beg'ishi Oqsuvga, bir beg'ishi Turponga talpinadi. Tug'ilg'iniga amdili 2 oylik bo'lay deb qolgan Oqsuvdagi amir sodisi Sonis Mirzani seg'inatdi. Ko'rgisi keladi. Oqsuvga ko'zni yumib ochqichi berib, o'g'lini bag'riga bosqusi. Yumran mangziga soqollarini surkigisi keladi. Turpondagi cho'ng og'chisi Sulton Malikining ahvolidan ko'ngli xotirjam emas edi. Malikam tinch omon yangiganmidi? Bolam o'g'ilmidi, qizmidi? Ona bola salomatmidi? Degandek mudhish savollar yuragini oromsiz qiynaydi. Turpon tarafdan xabar kelib qolarmikin deb kunda necha vaqt yo'lga talmiradi. O'sha sababdimi aytavur, gohida Qashqar shahriga kunda 2-3 qitim hujum qo'zg'aydi. Gohida birar hafta jimjit bo'lib ketadi. Ish pushqini besish uchun kun-kunlab sharobxo'rlik qiladi. Sozandalarni chaqirtib naqsha anglaydi. Bugun bargohi oliga sarkardalarnimi, sozandalarnimi yaqin yo'latmay, o'zi yolg'iz sharobxo'rlik qilib o'tirgan Said Ali olib, birdamdili kayib bo'lib qoldi-da, ish pushqini besish uchun esib qo'ygan naqshlik dutlarni elib, chalı pulu ügünüp algan padiga tiranglatib naqshi o'qishga boshladi. Bardım derya keşkili, olturdum su işkeli. Bardım derya keşkeli, olturdum su işkeli. Kelsi yarımdın haber, kanatım yok uşkalı. Kelsi yarımdın haber, kanatım yok uşkalı. Sirtdan bargohi oliga kirib kelgan xos mahram asta amirning qishig'i kelib qo'l bog'ladi. Ma'lum bo'lg'ay. Said Ali olib parvozsiz holda naqshi o'qishni davomlashtirdi. Birdam kutib turgan mahram yigit betoqatlik bilan yana ig'iz ochdi. Turpondan xabarchi keldi janoblari. Quliqiga Turpon degan so'z chali bo'lib kirib qolgan Said Ali olib, birdilla dutlar chelishdan to'xtab, mahramga jiddiy nazrini oqtirdi. Nima dedim? Turpondan choparman keldi oliylari. Said Ali olibning yuragi hayajondan dubbirlab ketdi. Choparmanni xon oliylari avatganmidi yoki malikam avatganmidi? Аңы yiqib turmay, darhol boshlab kirsinlar. Cho'chib ketgan mahram yigit darhol keyniga yondi. Cheksiz taqazzoliq bilan bargohi olining ishkiga tikilgan Said Ali olibqa har bir daqiqa vaqt go'yo 1 yildek belinib ketib boradi. Nihoyat mahram yigit choparmanni boshlab kirdi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. To'la husn qilmay, naq gapni qil. Dedi Said Ali olib, o'rda yo'sini bo'yicha salom berishga tamshalgan choparman yigitni silkishlab. Amir kabir janoblarga xush xabar. Cho'ng og'icha Sulton Malika ko'zaydi. Said Ali olib xushalliqdan chachrab o'rnidan turib ketdi. Said Ali olib xuddi cho'l jazirada tashnolik tortgan odam tuyuqsiz buloqqa uchragandek shodlikqa cho'mdi. Said Ali olibning nazarida bargohi oli,
yo'q. Butkul olam gul chechakka purkangan edi. Said Ali olib shu daqiqada yangidan dunyoga ko'z ochgan farzandining ingalab yig'lig'ini anglaganday bo'ldi. Tulkimi bo'rimi? So'radi Said Ali olib taqazzoliq bilan. Allah egam janoblariga bo'ri nisib qildi. Og'zingga navat, dedi hayajonlangan Said Ali olib. Ondan Mahramga qarab buyurdi. Chopar menga darhol bir yoqliq shahoni sarpoy bilan bir cho'ki oltin so'yinchi berilsin. Amir kabir janoblarining himmatiga rahmat, dedi choparman yigit. Va boyamqi jiddiychilikda u sulton malikining avatgan xitini berishni unutganligini esiga oldi. Voy, esim qursin, dedi u xatchak tallasidan naqshli kun qopni elib. Og'chiqinimning maktubini berishni unutibdiman. Gunohimni kechirgaylar Amir kabir janoblari. Said Ali olib kun qopni elib tonish anbar hidini puradi. Shu hamon tomir-tomirlariga kuchlik seg'inish hislari toradi. Xatni aldirash o'qib chiqdi. Xatga u sulton malika bolaning tug'ilgan oy kunini alohida tutib qo'ygan bo'lib, Said Ali olibga bolaga ism qo'yib berishni alohida topilgan edi. Xatni yenishlab 2 qitim o'qib chiqqan Said Ali olib choparman yigitga nazarini og'dirdi. Turpanga bugun yenish qirg'ibiting bormi? Pekir Amir kabir janoblarining otgan o'qidirman. Barakalloh, dedi Said Ali olib mamnunlik bilan. Hozircha chiqib g'izolinib, orom olg'ach tur. Elig'ichi chaqirtaman. Bash ustiga. Choparman yigit asta keyniga yenib chiqib ketdi. Said Ali olib mahrimiga qog'oz qalam akeldirib, u sulton malikiga oldirash xat yozishga tutindi. Bismillahirrahmanirrahim. Dunyoda men uchun eng suyimli bo'lgan Dilxonimning nurliq chirig'i, Hayot begimning yigona to'zimas guli, xasta dilimning shartqi bo'lmish kuyimchan rafiqamga behisob salomlar bo'lgan. Ishq paraqlarida o'rtinib kavob bo'lgan yurakimga rohat beg'ishlovchi muborak salomnomalarini topshirib elib, meni ota bo'lish sharafiga muyassar qilganliklaridan cheksiz suyunmoqdaman. Shundaqla o'zlarining ona bo'lganlik sharaflarini qutlaqlayman. Muborak bo'lsin. Shu turqida o'zlarining ham ol suyimli farzandimizning oy jamoliga tashna bo'lsam-mu, qoshlarga uchib berishga amalsizman. Mumkin bo'lsa edi, hozirda yo'lga chiqishga jabdunar edim. Afsuski, zimmamga saltanat ishlari yuklanganligi ham ol ishlarni texi vujudga chiqara olmaganligim uchun bosh-boshdoqlik qilishga petan olmadim. Qudratli cheksiz karomatlik Alloh egam sog' salomat didorlashishga nasib qilur. Men uchun ol farzandimizning peshonasidan yenishlab so'ygaylar. Qo'liqiga otalari o'zlarini jinidan aziz ko'rdi. O'zda otalarining orzu armoni deb pichirlig'aylar. So'yimlik rafiqam. Shul kunlarda salomatliklarining qandoqligini bilmayman. Ochiq to'lg'oq yavatgan vaqtlarda yollarida tura olmaganligimdan, bo'shangan vaqtlarda muboraklab esanlik so'rga olmaganligimdan, o'z qo'lim bilan issiqqina bir piyola choy suna olmaganligimdan ko'p xejilman. Ol yurak porimizga ism qo'yib berishimni topilgan ishkallar. Farzandimizga Janobi Rasulullohga bo'lgan cheksiz sevginishimizni ifodalab Muhammad deb ism qo'yayli.
cho'ng bo'lganda Arslan sifat yigit bo'lishni tilab, Haydarni ol Muborak ismning orqasiga olayli. To'liq ismi Muhammad Haydar bo'lsin. Allah xolisa, pak yaqinda Qashqarni qo'limga ilib, Ostoniga Nusrat bilan yong'ayman. Shu chog'da o'zdagi hamroh bo'lib, yollardan ayrilmag'ayman. O'zlagi atab, Oqsuv zargarlarga bir tal olmos ko'zlik oltin uzuk so'qtirgan edim. Hozircha shuni ko'rimlik qilay. Oddiy bo'lsa-mu, ko'nglimni qabul etgayla. Allah egamdan o'zlariga ham farzandimizga salomatlik tilab turg'uchi kuylardan deb bilurlar. Nomi tamom vassalom. Said Ali olib Chaparman yigitga yana 5 nafar chavandozni qo'shib, Turponiga darhol otlanishga farmon berdi. Uning yuragi oshu xat bilan billa Turponiga ketgan edi. Said Ali olib qaytadan ruhlandi. Ikkinchi o'g'lining tug'ilganlik sharpini qutluqlab, butkul sarkarda lashkarlariga ziyofat berdi. İlgirgedek qarorgohga so'linib hasrat chekib o'ltirmay, tala-tuzga chiqadigan bo'ldi. Shu kunlarda o'rib pishib, bug'doylar seriqdal bo'lishga boshlagan edi. Gerçi Uyg'ur turklarining an'anasida yoz kuni shikor qilish cheklangan bo'lsa-mu, bir qishni shikorsiz o'tkazgan Said Ali olibning ko'ngliga birdilla shikor havasi tushgan edi. Jon jonivorlarni o'limisanmi? Qo'g'lab yurib, ko'nglimni ossammi hisob. Shol bahonada qishdan beri ko'nglimda paydo bo'lgan ish-pushqum besilib qolsa ajab emas. Mushularni xiyolidan o'tkazgan Said Ali olib, sarkardallarga qamalni bo'shashtirmaslikni, qilchilik bexastalik qilmaslikni topilib, 100 nafar xos nökeri bilan shikor begini elib, Atish tog'lariga o'g'ga chiqdi. Bir haftadan beri Said Ali olib tog' idirlarda ot choptiradi. Oldiga uchirgan kiyik, jaran, to'shqan, qirg'ovullarni qo'rshovga oladi. Qo'g'laydi. Lekin o'q etib zarar yetkazmaydi. Tutmaydi. Tutib olishga oz qolganlarni qochirib o'tadi. U nökarlarga har qandoq o'ni, hatto yirtqichlar bo'lsa-mu zaxmlantirmaslikka farmon bergan edi. Har kuni o'din quruq qo'l qaytatdi. Chedirgohda qolgan shikor amiri atrofdagi dehqon chorvachilardan mol chorva, to'g'ri o'rdak degandek narsalarni setib olib, mulozimlarga g'izo tayyorlatqizatdi. Bugun o'din burunroq qaytgan Said Ali olibning oldini bargohga yaqinlashganda bir ayol to'sdi. "Dod, amir janoblarga arzim bor", dedi ayol asta yo'rg'ilab kelayotgan otning oldini to'sib. Said Ali olib otdan shaqqida sakrab tushdi-da, ayolning usti beshiga tezla nazar tashladi. Ayolning kiyimlari xeyli ko'ni edi. Vaqtsiz qo'rq tushgan chiroyidan jafokashga chiqib turadi. Xo'sh, arzlarni tortinmay bayon aylisizlar, dedi Said Ali olib ayolga hesdoshlik qilgan holda. "Men ov mahallada o'ltirishliq tul xotinman", dedi ayol taskay tarafdagi tog' bag'rida qoriyib turgan teraklik mahallini ko'rsatib turib. "Murabbim bundan 3 yil muqaddam kasal bo'lib tugab ketgan. 5 bolam bor. Bolalarimning cho'ngining qo'li texi ishqi tegmadi. Al kunim muhtojlikda o'tdi.
Әмір janoblari bu atrofga shikor qilg'ili kelib, bu yerga tushkun qilgandan beri shikor begi meni izlab kelib, non yiqib bersalar, 6 non yoqsalar, ish haqqilariga 1 non beraman degan edi. Mana bugungacha non yiqib berib keldim. Shikor begi hozircha yoqqan nonlarga ish haqqi hisoblab non ayirib olmay tursalar. Shikor tugaganda biroqli hisoblashayli. Nonning o'rniga 10 yog' beray dedi. Men ma'qul bo'lgan edim. Biroq bugun uyda bolalarimga tomoq etib bergidek unmi qolmabdi. Atdigan suprini qiqishtirib yurib, bir qozon osh etib berib, non yoqqili yinib kelgan edim. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lamning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining ikkinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Darhol bir omonlik qilsinlar. Yorgan, xo'tandin, Dora kiyib atkeltiramdik ya. Ah, Xudo, men ishqima bir necha nonning qalbisini qilgandim. Biror vaqt tomoq yemaganga bolalarim o'lib qolmasdi. Darhol harbi tayyorlanlar. Bemorlar agab chekinsin. Qarorgohga kasal tarqalganligini oshkorlaganlarning qolmisi ilinadi.